Assalomu alaykum qadrdonlar. Efirda Begumuz Rashidon. Men Baxtiyorjon. Hayron bo'lyapsizlarmi? Arla oldi turibman-da. Yo'liga chiqib qolyapman. Kelib urilib kiyimim bilan achchig'i kelib janjal qilishyapti-da, o'shaning uchun kiyib oldim. Zashita. Bugun Begumuzni mana kravatdan o'tkazdim. Bu отходlar shekilli to'planib qo'yilgan edi. O'tkazib endi toshyapman. Hozir qatga toshayotganmi? Mana qatga toshayotganim. Teplitsani ichini og'dardim. Buni bilganlar biladi. 40 santimetrga 25 santimetr. Menda faqat Begumuzning o'zi beti turpog'ini olib chiqib tashlab Begumuz to'ldirilgan. Ag'dardim, ariq chaqilib ochdim. Keyin bu yerda bizda semerenka bilan bitta shirin olmamiz bor. Rosa to'kilyapti. Shu olmalarni olib kelib tashladim. Nimaiki Begumuzda chuvalchanga bor. Shular chirisa shularni yeb, buni ham Begumuzga beradi. Keyin buni qilib to'kib, aravachada olib kelib to'kib, mana shunaqa qilib yoyaman. Yoyib chiqyapman, ko'rayotgan bo'lsalaring. Endi yoyib bo'lgandan keyin shlangni tashlayman keyin. Mana shlangimiz. Oppa. Buni bunday qilib turib, shlangni tashab, turpoqda qolgan. Shlangni tashlayman, suvni beraman, namlab chotki bo'lgandan keyin har 20 santimetrga bodring ko'chatimizni ekib chiqaman. Bodringimiz ham уже chiqyapti hammasi. Kecha klyonkasini ochmasdan men ketib qolgan ishga. Kuyib qolay debdi yaqin. Ochib qo'ydim, suv sepib qo'ydim. Faqat Begumuz o'ziga kelgan, oldingi videoda ko'rgansizlar. Endi buni chiqadi. Endi bilmayman nima bo'ldi. Chiqadimi, yo'qmi? Chiqmasa boshqa olib kelib ekamiz. Dimlanib qolgan, kecha kunduzi bilan quyoshda shitda qolib ketgan, klyonkasi yopiq bo'lgan. Baq endi Xudo. Hammasiga Xudo poshsho deydi-yu. Bandasi harakat qilaveradi. Mana shunaqa qilib endi Begumuz to'kib chiqyapman. To'kib chiqib bo'lsam, bu bekor bu olmalar chirib ketmasin-da, shu yerda tagida chirisa o'g'it bo'ladi. Mana shu hozir bir aravacha, mana shu yergacha 2 aravacha. Shuncha joy bo'ldi. Bitta arava mana hozir menda 3-chi, 4-chi, 6 arava go'ng tashyapman nima. Begumuz. Shu gaplar bugunga. Qolganini yana ko'rsataman. Suv berishlarda tortib, chiroyli qilib, ranglarini chiroyli qilgandan keyin ko'rsataman yana. Xo'sh. Videoning davomini ko'ringlar. Davomini ko'rish uchun podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Podpiska bo'lgandan keyin sizga video chiqarsam sразу xabar yetib boradi. Mana bu shaxtni pechkam bu tagidan yonadi, to'ldirib qo'yasiz, sekin tagidan yonaveradi. Olovni bir xil ushlaydi. Hali baland ko'p o'tin solsa baland bo'lib ketmaydi. Bir xil ushlaydi. Sog' bo'linglar aka. Like bosinglar, ko'proq tarqalsin, ko'proq dehqonlar ko'rsin. Foydasi tegsa biz xursand bo'lamiz. Duoni qilinglar. Sog' bo'linglar podpischilar aka.